Hammaga Salom. salom, salom muxlislar, men Dev Jeravatman. Men Pirimchani Karimman. Savol: katta tajribaga ega yangi avlod aktyori bo'lish sizga nimani o'rgatdi? Yo'q, men hali yoshman. Pirim mendan ko'ra ancha tajribali. U bolaligidan beri bu ishni qilib kelmoqda. Men uchun bu sohada anchadan beri ishlayotganim uchun men o'zim ishlayotgan odamlardan tajriba orttirgandek his qilaman. Masalan, ular sahnalar paytida menga nimadir o'rgatishardi va men ulardan tajriba to'playman. Va men bu ishni bolalikdan boshlaganimdek har bir imkoniyatni qadrlayman. Kichik rollardan boshlab shu yergacha ishlash menga har bir imkoniyatdan maksimal darajada foydalanish juda muhim ekanligini anglashimga yordam berdi. Agar menga keladigan bo'lsak, men hali o'zimni anchagina tajribasiz deb o'ylayman. Lekin shunga qaramasdan Nong Pirim va boshqa tajribali aktyorlar bilan uchrashish menga yanada ko'proq tajriba orttirishimga yordam berdi. Bu yaxshiroq o'rganishimga imkon beradi va ishimni ham osonlashtiradi. Tajriba anchagina foydali. Savol: ish standartlarini saqlab qolish usullari qanday? Keling, ayniqsa ushbu seriya haqida gapiraylik. Bu menga kayfiyat, suratga olish tajribasi, qahramon sifatida yashash va uning ijtimoiy doirasi bilan birlashish yoqadi. Va bir narsa aniqki, bu menga kuch va baxt berish uchun yetarli. O'ylashimcha shunday. Yaxshi. Xo'sh, bu men uchun ehtimol bu meni ish ishtiyoqimni tez to'ldirib turgandir. Nima uchun bu martaba bilan shug'ullanmoqchi ekanligingizni bilish juda muhim. Bu sizni ishingizni yaxshiroq va yanada yaxshiroq qilishga undaydi. Savol: aktyorligingizdan qanchalik qoniqasiz? Agar to'g'risini aytadigan bo'lsam, men hech qachon o'z qobiliyatimdan qoniqmaganman. Chunki hali yangiman va o'rganishim kerak bo'lgan narsalar juda ham ko'p. To'g'ri, dars oldim, lekin hali mutaxassis emasman. Bu xuddi haydovchilikni o'rganishga o'xshaydi. Siz mashina haydashni o'rganasiz, lekin dastlab haydab keta olmaysiz. Lekin mening nuqtai nazarimdan meni qoniqtiradigan jihatlar bor. Bu serialni, ya'ni naqadar go'zal sevgi dramasini suratga olishda chinakam hissiyotga ega bo'ldim. Chunki bu hikoya yoshlikdan boshlanib voyaga yetgunga qadar davom etadi va ehtimol ko'p narsalar bilan bog'liq. Men bu serialga juda ham bog'lanib qolgandim va o'sha vaqtda eshitgan qo'shiqlarim hali ham suratga olish davrini eslatib turadi. Hatto shuni ayta olamanki, bu mening hayotimning bir qismi. Savol: ko'plab muxlislarga ega yangi avlod aktyorlar bo'lganingizda o'z individualligingizni qanday saqlab qolasiz? Men o'zimni boshqa kasbda ishlaydigan insonlar kabi oddiy odam deb hisoblashga harakat qilaman. Biz hammamiz mijozlar uchun mas'ulmiz. Lekin bizning karyeramizdagi mijozlar ham bizning muxlislarimizdir. Shuning uchun ular bizning ishlarimizni gapirishlari, tanqid qilishlari va kuzatishlari bu biz uchun oddiy holat. Shuning uchun asosan bu men o'zimman. Hatto mashhur bo'lganimcha Instagramda qanday aylanib yurganimni yodda tutishga harakat qilaman. Men hozir ham xuddi shunday qilgan bo'lardim. Hatto boshqa hech narsa qilmasam ham, hech narsa. Bu yaxshimi yoki yomon, unisini bilmayman. Senchi Pirim? Menmi? Avvalo men muxlislarimga rahmat aytmoqchiman. Muxlislarimning har bir javobini qadrlayman. Biz ko'p narsalarni birgalikda o'qishimiz kerak, shunday emasmi? Ular meni qo'llab-quvvatlashsa, bu juda yoqimli, to'g'rimi? Men tanqidga ochiqman, lekin u to'g'ri bo'lmasa yoki men uchun ahamiyatsiz bo'lsa, men unga e'tibor bermayman. Ammo agar ular to'g'ri bo'lsa, men buni ustida ishlayman. Savol: aktyorlik yo'lingizni qanday tasavvur qilasiz? Men aktyorlik mahoratimni yaxshilamoqchiman. Men o'z imzoimga ega bo'lishni istayman. Men o'zim bo'lishni istayman. Bu xuddi qo'shiq aytish yoki chizish kabi. Har bir shaxs turli darajadagi mahorat va imzolarga ega. Hozircha bu mening maqsadim deya olaman. To'g'ri. Men uchun ham xuddi shunday. Men o'z maqsadimni u qadar oldinga qo'ymayman. Men kichikroq narsalarga e'tibor qarataman. Masalan, o'sha rolni qanday bajarganman va odamlarga u yoqadimi? Shunga o'xshash. Men kelajakda yanada qiyinroq rolni o'ynashni istardim. Lekin bu serialdagi rolim men uchun juda yangi. Bu men odatda o'ynamaydigan obraz to'ra. Nihoyat men uni o'ynashga muvaffaq bo'lganimda bu butunlay yangi o'yin kulguga aylanadi. Bu juda qiyin edi. Buni tekshirib ko'rishingizni istardim. Savol: Longines soatlari bilan suratga tushishda o'zingizni qanday his qilasiz? Men bundan juda ham xursandman. Aslida men Longinesdan ancha vaqt foydalandim. O'shanda men Longines bilan ishlaganman. Va bu soatlar menga juda ham yoqqan. Va bugun Nong Pirim bilan moda suratga olish imkoniyatiga ega bo'ldim. Serial chiqish arafasida buni qilish juda ham yaxshi. Juda. Har safar Longines bilan ishlaganimda juda xursand bo'laman, chunki har bir kolleksiya yangi tartiblarni sinab ko'rishdek tuyuladi. Bu qofiya. Qanday qofiya? Bu Longines rutin mayli. Yaxshi aytdimmi? Okay. Ulardan tanlash imkoniyatiga ega bo'lish kayfiyat va ohangda juda katta o'zgarish sodir qildi.
Asosan ular bizni kiyimimizni to'ldiradi va bizga kuch beradi. Va men o'zimni to'liqroq his qildim, ayniqsa biz birga suratga tushishimiz kerak bo'lganda. Savol, qaysi biri sizga yoqadi? Agar rostini aytsam, men sinab ko'rishim kerak bo'lgan barcha narsalarni yaxshi ko'raman. Men o'zimni kamolotga boshlagan vaqtimni his qilaman. Xuddi mana bu soat kabi. Hatto bu ham yaxshi ko'rinishga sabab bo'lishi mumkin. Men ham shunday deb o'ylayman. Menimcha bu meni yetuk ko'rinishga olib keladi. Biz hozir naqadar go'zal sevgi serialida birga rol o'ynayapmiz. Mohidab.net saytida o'zbek tilida tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. U bir vaqtning o'zida Xitoyda Tencent Video va Youkada efirga uzatiladi. Buni esingizdan chiqarmanglar. Shu bilan bizning ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Naqadar go'zal sevgi dramasini faqatgina mohidab.net saytida tomosha qiling.